Assalomu alaykum Ta'alam kanalining kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan Saudiya universitetlariga yoki Qosimiy universitetlariga kerak bo'lgan hujjatlarni hammasini dona-dona bo'lib ko'rib chiqamiz. Ya'ni ko'pchilik mana shu joyda xato qilyapti. Ya'ni hujjatlarni tayyorlashda xatoliklarga yo'l qo'yishyapti. Shuni oldini olish maqsadida biz o'zimiz har bitta hujjatni qanday tayyorlash, o'zi qanday ko'rinishda bo'ladi, qayerdan olinadi, onlayn olinsa qaysi saytdan olinadi, shuni hammasini ko'rsatib chiqamiz. Va birinchi o'rinda ya'ni Saudiya universitetlarini 3 ta portal orqali 3 ta universitetga topshirish kerakli bo'ladigan hujjatlar va ixtiyoriy hujjatlarni ko'rib chiqamiz. Undan keyin Madina Islom universitetining sayti o'zi alohida bo'ladi. O'shani hujjatlarni ko'rib chiqamiz va undan tashqari Birlashgan Arab Amirliklarining Sharja shahrida joylashgan Qosimiy universitetining kerakli hujjatlari va ixtiyoriy hujjatlar haqida gaplashib chiqamiz. Saudiya universitetlariga hujjat topshirishda sizga kerak bo'lgan hujjatlarning eng asosiysi bu pasport hisoblanadi. Sizda yo yashil pasport bo'lishi kerak yoki qizil pasport bo'lishi kerak. Men tavsiya bergan bo'lardim, zagram pasport bilan topshirsangiz o'zingizni ishingizni yengillashtirgan bo'lasiz. Ya'ni ko'pchilik ID bilan topshiradi yoki yashil pasport bilan topshiradi va qabul bo'lgandan keyin universitet ularga qabul xatini jo'natadi va shundan keyin darrovda hujjatlarni yangilab qo'yish kerak hisoblanadi. O'sha paytda zagram pasportining chiqishi cho'zilib ketadi. O'shaning uchun hozirdan zagram pasportini tayyorlab qo'yish kerak bo'ladi. Buni yagona darchadan yoki pasportni hisobdan olsangiz bo'ladi. Ikkinchi hujjat turimiz attestat yoki diplom bo'ladi. Ko'pchilik hozir attesatlarini yangi shaklda, ya'ni maktabni bitirgandan keyin elektron shaklda chiqyapti. Hozir misol ko'rsataman. Mana bunday shaklda bo'ladi. Maktab sizni buni qo'lingizga bunaqa chiqarib bermaydi. Lekin siz buni saytdan, ya'ni o'zini sayti bor, buni ekranni yarmiga qanaqa qilib olishni yoki zapis qilib ko'rsatamiz. Qanday qilib olish kerakligini ham o'rgatamiz. Mana shu attestatingizni olishni. Xo'p, eski attesatlar turi bor. Hozir ko'rsataman. Eski attestat turi oldin mana bunaqangi kitobcha shaklda chiqqan. Bu attesatni o'zi. Mana bu kollejda o'qiyotgan maktab yoki kollej o'quvchilarining diplomi hisoblanadi. Xo'p, agar siz kollejda o'qiyotgan bo'lsangiz, mana shu diplomingiz kerak bo'ladi yoki siz eski shahodatnoma yoki attestat olgan bo'lsangiz, mana shu attestatingiz bo'ladi. Va bundan keyin bizga kerak bo'ladigan hujjat mana shu attestat yoki diplomni ilovasi kerak bo'ladi. Ilovasi qanaqa bo'ladi deydi? Ko'pchilik tushunmaydi ilovani. Ilova degani sizni baholaringiz degani. Ya'ni har bitta attestat yoki diplomda o'zining ilovasi bo'ladi. Mana maktab attestatining ilovasi alohida bo'ladi. Mana shunday shaklda bo'ladi. Bu eskisi. Ko'pchilik lekin buni olganiga ancha bo'ldi. 2001-yillar menimcha oxirgisini olgan buni. Endi kollej diplomini ilovasi qanday bo'ladi? Mana bunaqangi kitobcha shaklda bo'ladi yoki ba'zilarda uzun bo'ladi. Mana bu uzun shakli. Agar siz kollejda o'qiyotgan bo'lsangiz, mana shunaqangi ilovani olgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni sizga mana shu hujjatlar kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi hujjatimiz bir donagina rasm kerak bo'ladi 4x6 hajmda. Ko'pchilik mana shu yerda xato qiladi, ya'ni rasmlarni tayyorlashda fotosalonga boradida rasmni 4x6 hajmda mana bunaqangi shaklda chiqarib keladi. Bu noto'g'ri narsa. Elektronniy bo'lishi kerak rasm. Ya'ni siz fotosalonga bordingizmi, rasmimni elektronniy qilib 4x6 hajmda Telegramga tashlab bering deb aytishingiz kerak. Mana bunaqangi rasm qilib chiqarib kelishadi. Biz buni hech kimga topshira olmaymiz. Buni skaner ham qila olmaymiz. Skaner qilgan taqdiringizda ham bu sifatsiz bo'lib chiqadi. Fotosalon sizga mana shu narsani elektronniy tashlab bersa, sifatli bo'lib chiqadi, rasmingiz ham yaxshi bo'ladi, boshqa hujjatlaringiz ham to'liq bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa qilishingiz bu xato hisoblanadi. Sizga hech qanaqangi elektronniy chiqarilgan rasm kerak bo'lmaydi Saudiya universitetlariga hujjat topshirishda. Keyingi hujjatimiz sudlanmaganlik. Sudlanmaganlikni qayerdan olamiz, qanday bo'ladi? Bu ko'pchilik so'raydi. Buni onlayn olsa bo'ladi, uyda o'tirib ham olsangiz bo'ladi, 5 minutda olsangiz bo'ladi. Ya'ni my.gov bor. Saytdan kirib olasiz, buni shaxsiy ma'lumotlaringizni to'ldirasiz. Buni ham men o'zim kompyuterda alohida saytga kirib, nimalar qilinadi, qanday qilib ro'yxatdan o'tadi, qanday qilib o'zi olsa bo'ladi, buni hammasini ekran zapis qilib tushuntiraman. Yoki bo'lmasa, onlayn olishga qiynalsangiz, telefonni tushunmasangiz yoki sizda oxirida aytaman, buni 8000 mi, 9000 so'mmi to'lovi bor. Sizdagi plastik kartasi bo'lmasa, to'g'ri o'sha yagona darcha bor. Har bitta tumanda o'zining yagona darchasi bo'ladi. O'sha yerga borib turib sudlanmaganlik haqida guvohnoma olishim kerak desangiz, mana shu narsani berishadi. Keyingisi 086 tibbiy forma. Buni siz o'zingizning oilaviy poliklinikangizdan yoki o'sha shahringizdagi, tumaningizdagi ko'p tarmoqli poliklinikadan olsangiz bo'ladi. Buni ko'rinishi qanaqa bo'ladi? O'tgan yilgacha 086 ning ko'rinishi mana shunday shaklda bo'lgan, ya'ni eski jigarrang qog'ozda bo'lgan. Mana bu yerda rasm bo'lishi kerak. Ko'p joyda hozirgacha shundan tayyorlab berishadi. Bu ham to'g'ri. Va hozir yangi chiqib turgan shakli bor. Mana bunaqangi shakl.
Ya'ni buni qanaqa qilish kerak bo'ladi? Buni oilaviy poliklinikaga borishdan oldin o'zingiz ro'yxatdan o'tib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Ya'ni tekshiruvdan o'tishdan oldin yoki o'zingizlarga borsangiz ham o'sha yerda o'zlari ro'yxatga o'tkazishadi va sizga mana shunaqangi elektron qilib chiqarib berishadi. Mana buni skaner qilganingizda shu PDF faylni yuklab olsa bo'ladi. Men tavsiya qilgan bo'lardim, mana shuni olsangiz yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni bunda to'g'risini aytsa, buni qalbakilashtirishda iloji yo'q. Bunda bor. Ko'pchilik buni ba'zi chet elda yurganlar 100 ming so'mga, 50 ming so'mga tayyorlatib turib topshiradi va buni doktorlarda xatini ham tushunib bo'lmaydi. Endi na iloj, bizda boshqa ilojimiz yo'q edi, faqatgina shu bor edi, lekin endi bizda mana bunaqangi shaklda ham bor. Agar sizda imkon bo'lsa, shuni olganingiz yaxshi, lekin buni olib qo'ygan bo'lsangiz ziyoni yo'q. Bu bilan ham topshirsangiz bo'ladi. Shu paytgacha hamma topshiriq qabul bo'lib kelgan. 086 ni mana bu shaklini olishni ham, elektron shaklini olishni ham o'rgataman. Uni ham ekran zapis qilib, video davomiga ulab yuboraman. Bu aytgan hujjatlarimning hammasi majburiy hujjatlar hisoblanadi. Ya'ni sizda bo'lish kerak hujjatlar hisoblanadi. Bunda faqat pasport bilan rasm tarjima qilinmaydi. Qolgan hamma hujjat, ya'ni 1, 2, 3, 4 ta hujjat bo'ladigan bo'lsa tarjima qilinadi. Arab tiliga tarjima bo'lishi kerak. Mana bu yerda 7, 8 qilib dumaloq qo'yib qo'yganlarim bu ixtiyoriy hujjatlar hisoblanadi. Bu sizda bo'lish shart emas, lekin bo'lsa qabul bo'lishingiz imtiyozi, ya'ni oshadi, foizi oshadi. Ustozlardan olingan tavsiyanoma. Bu qanaqa shaklda bo'ladi siz? Agar siz maktabda o'qiyotgan bo'lsangiz, mana bunaqangi shaklda olsangiz yaxshi bo'ladi. Men buni qolipini tayyorlab qo'yganman. Buni kanalga ham yoki konsultantlarimizdan so'rasangiz sizga ham tashlab berishadi. Faqat mana bu yerni siz o'zingizga alohida yozib olasiz. Va bunda nimalar bo'lishi kerak? Sizda maktabingiz bo'lishi kerak, uni direktor ism, familiyasi va pechati bo'lishi kerak. Pechat, imzo bo'lishi shart. 8-si bu til sertifikati. Agar sizda til sertifikati bo'ladigan bo'lsa, buni ham topshirsangiz bo'ladi. Ingliz tilimi, rus tilimi farqi yo'q. Arab tilidan bo'lsa juda a'lo bo'ladi. Qabul bo'lish foizingiz ham oshadi. Keyingisi bu Madina Islom universiteti. Xo'p, endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Mana bu portal orqali 3 ta universitetga topshirilyapti. Shu 3 tasidan bittasi Madina Islom universiteti bo'lsa bo'lmaydimi? Bunga yana alohida topshiriladimi deb so'rashingiz mumkin. Bu endi force major holat bo'ladi. Ya'ni bizning qo'limizda bo'lmagan holat. Madina Islom universitetiga to'g'ridan-to'g'ri o'zining saytiga topshirib bo'lmaydi. O'tgan yil shunaqa holat bo'ldiki, 2025-yil yozda portal orqali Madina Islom universitetiga hujjat topshirilgan bo'lsa, 3-4 oydan keyin o'tib Madina Islom universiteti hamma talabalarga, ya'ni kim Madina Islom universitetini tanlagan bo'lsa, Gmaildan xabar jo'natyapti. Biz saytimizdan ro'yxatdan o'tasan, hujjatlaringni boshqatdan topshir deyapti. Mana shunda Madina Islom universitetining o'zining saytida mana bu hujjatlardan tashqari va yana 3 ta hujjatlar bor. Va bularni ham siz topshirishingiz kerak. Agar sizning niyatingiz Madina Islom universiteti bo'ladigan bo'lsa, portal orqali topshirasiz Madina Islom universitetiga. Undan keyin Madina Islom universitetining o'zi sizga login parol beradi. Mana shu login parol orqali Madina Islom universitetining o'zining sayti orqali hujjatdan ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bunda sizga bitta tavsiyanoma kerak bo'ladi. Arab tilida tazkiya deyiladi. Ikkinchisi tavsifnoma bo'ladi. Bitta bo'ladi bu. Tavsifnoma ko'pchilik so'raydi, nima u? Xarakteristika bo'ladi. Uni maktabdan olsangiz ham bo'ladi. Uchinchisi metrga bo'ladi. Metrkingizni ham arab tiliga tarjima qilishingiz kerak. Endi nima qilish kerak deb savol beradigan bo'lsangiz, Madina Islom universitetiga hujjat topshirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi portal orqali topshirasiz. Agar undan keyin xabar kelishi aniq, Madina Islom universiteti o'zi login parol beradi. Mana shu hujjatlaringizni tayyorlab qo'yib, tarjima qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Lekin agar siz boshqa agentstvalar bilan hujjat topshirib turganingizda, Madina Islom universitetini ham alohida o'zining sayti bilan ham topshirib berasizlarmi deb so'rashingiz kerak. Agar bizda bo'ladigan bo'lsa, biz faqat bunisiga xizmat haqi olgan bo'lsak, faqat buning uchun topshirib beramiz, lekin bu alohida bo'ladi. Chunki bu Madina Islom universitetining o'zining sayti orqali hujjat topshirish bundan ko'ra ancha murakkabroq. Lekin biz o'tgan yili mijozlarimiz o'ziga force major holati bo'lgani uchun mana shu hujjatlarini tavsiyanoma va tavsifnomasini o'zimizning nomimizdan yozib berdik va metrikasi va bularning tarjimasini o'ziga haq to'lashdi, topshirib berishdi tekin bo'ldi. Lekin agar bu yil bo'ladigan bo'lsa, Madina Islom universitetiga hujjat topshirishda alohida xizmat haqqi bo'ladi. Lekin men shaxsiy tavsiyam Madina Islom universitetiga topshirishni maslahat bermayman. Nimaga deganda, qabul hay'atida o'tiradigan shu ustozlar aytayaptiki, arablarda o'zi aytayapti, O'zbekistondan yaqin 5 yil ichida talaba qabul qilmaymiz deyapti. Buning sababi sifatida hozirda o'qiyotgan talabalarning ko'pchiligi o'qishlarini tashlab qo'yishgan yoki ishga chiqib ketyapti. Berilgan imtiyozlardan foydalanishmayapti, ya'ni o'qish, ta'lim olishmayapti. Shuni hisobiga ular O'zbekistondan yangi talabalarni qabul qilishni ko'rib chiqishyapti. Ya'ni bu juda kam. Oldinlari 50 ta, 80 ta talabalarni qabul qilishgan bo'lsa 1 yil ichida. Hozirda shu 2 yil, 3 yilda Madina Islom universitetiga yangi talabalar borgani yo'q. Endi oxirgisi bu bizning mijozlarimiz bo'lib ketdi.
hozirda ba'zi mijozlarimiz onlayn o'qiyapti. Onlayndan keyin shu onlaynda yaxshi o'qisa, Madina Islom universiteti o'ziga chaqirib oladi. Yana bitta narsaga izoh berib o'tib ketmoqchiman. Ya'ni qabul hayotini o'zi 5 yil ichida talabalarni qabul qilmaymiz degan narsani aytyapti, lekin amalda onlayn ta'limga o'tgan, ya'ni masofaviy ta'limga o'tgan Mahat tizimi, ya'ni 2 yillik arab tili kursi onlayn ta'limga o'tgan. Ba'zi mijozlarimiz hozir onlayn ta'lim olishyapti. Mana shu Madina Islom universitetida. Ular yaqindagina xabar olishdi. Yaxshi o'qigan, arab tilini yaxshi o'zlashtirgan talabalarni endi universitetni o'ziga chaqirib olishadi, ya'ni offlayn tizimga o'tishyapti. Agar siz Madina Islom universitetiga hujjat topshirishingiz jiddiy bo'ladigan bo'lsa, ya'ni niyatingiz jiddiy bo'ladigan bo'lsa, mana bunga topshirganingizdan keyin mana bu 3 ta hujjatni ham tayyorlab qo'yishingiz kerak. Tavsiyanoma, bu o'zi nomi bilan, ya'ni ingliz tilida olsangiz recommendation deyiladi. Agar tavsiyanomani o'zbek tilida olgan bo'lsangiz, arab tiliga tarjima qilishingiz kerak. Ingliz tiliga olgan bo'lsangiz, tarjima qilishingiz shart emas, asli bo'yicha topshirsangiz bo'ladi. Tavsifnoma bu o'zimizda nima deyiladi? Xarakteristika deyiladi-ku. Maktabdan olinadi bu ham. Buni direktoringiz yoki kuratoringiz yozib beradi. 3-hujjat bu metrka bo'ladi. Metrkani ham tarjima qilishingiz kerak. Agar tavsifnomani ham ingliz tilida oladigan bo'lsangiz, tarjima shart hisoblanmaydi. Xo'p, bizda keyingisi Qosimiy universiteti. Qosimiy universitetida nimaga kam hujjat yozdim? Mana bu yerdagi hujjatlarda hammasi bunda ham bor, bunda ham bor. Va lekin ba'zi hujjatlar yo'q buni ichida. O'shaning uchun bu yerga yozib qo'yganman alohida qilib. Ya'ni Qosimiy universitetiga Zagram pasporti ham kerak, attestat yoki diplom kerak, buni ham ko'rsatdim, ilovasi ham kerak, bir dona rasm kerak, sudlanmaganlik, 086 tibbiy forma ham kerak bo'ladi. Va mana shu hujjatlarning hammasi Madina Islom universitetida ham bor va Qosimiy universitetida ham bor. Qosimiy universitetida faqat 3 tagina hujjat, ya'ni majburiy hujjatlarning ichida bor. Bu bittasi tabel baholar 9niki, 10niki, 11-sinfniki. Tabel bahoni qayerdan olaman desangiz, maktabingizga borsangiz, o'zi ularda tabellarda arxivi bo'ladi. Ustozingizdan yoki kuratoringizdan yoki o'sha yerda arxivda ishlaydigan odamdan, mas'ul shaxsdan so'raysiz. 9, 10, 11-sinfda tabel baholari alohida kitobcha shaklda bo'ladi. Uni ham elektron shaklida ekranda ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, keyingisi tavsiyanoma. Qosimiy universitetiga bir donagina tavsiyanoma kerak bo'ladi. Bu ingliz tilida ham bo'lsa bo'ladi yoki arab tilida bo'lsa ham bo'ladi. Agar o'zbek tilida olgan bo'lsangiz, buni tarjima qilishingiz kerak arab tiliga yoki ingliz tiliga. Uchinchisi metrka. Ya'ni Qosimiy universitetida ham metrka so'raladi, Madina Islom universitetida ham metrka so'ralardi. Va mana bu yerda yana ikkita hujjatni alohida dumaloq ostiga olib qo'yganman. Bu ixtiyoriy hujjatlar bo'lishi shart emas, lekin bo'lsa topshirib qo'ysangiz bo'ladi. Birinchisi ID yoki yashil pasporti bo'ladi, 5-inchisi sertifikat. Sertifikat nimaga yozdim? Sertifikat bu dunyoviy yo'nalishga topshirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ITmi yoki iqtisodmi, shu yo'nalishlarga sizga sertifikat kerak bo'ladi, ingliz tilida faqat. Deyarli hamma hujjatlarni aytdim, qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi, ularning ko'rinishi qanday bo'ladi. Hozir men sizga endi videoni oxirida tushuntiradigan narsam, birinchisi bu yangi chiqib turgan attestatlarni qanday qilib onlayn olish shaklini o'rgataman. Ikkinchisi sudlanmaganlik haqidagi ma'lumotnomani qanday olinadi va 086 tibbiy formani yangi shaklini qanday qilib ro'yxatdan o'tib olish mumkin. Shu haqida ma'lumotlarni berib boraman va bu hujjatlarni qanday qilib olishni o'rgataman. Va yana bitta tabel baholarni olishni elektron shaklini ham iloji bor. Buni kundalik yoki kundalik.uz degan saytmi, o'zining saytlari bor. Videoni oxirida buni ham o'rgatib o'tib ketaman, qanday qilib olish mumkin. Xo'p, maktab o'quvchilari attesatni qanday qilib olsa bo'ladi, ya'ni elektron shaklini. Buning uchun birinchi Google ga kiramiz, undan keyin shahodatnomani yuklab olish deb yozamiz. Mana bu yerda birinchi bo'lib saytni o'zi chiqadi. shahodatnoma.uz. Mana shunga kiramiz. Kirganimizdan keyin shahodatnomani 2 xil usul bilan yuklab olishni mumkinligini ko'rsatadi. Birinchisi JSHR orqali, ikkinchisi pasportdagi seriya raqami orqali. Xo'p, sizga tavsiya beraman, o'zingiz uchun oson. Seriya raqam bilan qidirib topsangiz osonroq bo'ladi. Mana bu yerga ikkita harfni yozasiz, undan keyin 7 ta raqam, undan keyin tug'ilgan sanangizni kiritasiz. Va mana bu rasmdagi himoya kodini kiriting deb qo'ygan. Mana shu qanday bo'lgan bo'lsa, shunday yozasiz. Ya'ni katta harfda yozilgan bo'lsa, katta harfda. Kichkina harfda yozilgan bo'lsa, kichkina harfda yozasiz. Undan keyin qidiruv tugmasini bosasiz. Mana shuni bosganingizdan keyin sizga o'zi attestatingizni chiqarib beradi. O'shani yuklab olib, tarjima qilasiz va o'zingiz hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz topshirasiz yoki konsultant yoki koordinatorlarga tashlab berasiz tarjima qilish uchun. Bu shahodatnomani olish edi. Endi ikkinchisi bizga kerak bo'ladigan narsa yana
sudlanmaganlik haqidagi ma'lumotnoma edi. Buning uchun biz mygov.uz ga kiramiz. Mygovga kirganimizdan keyin mana shunday sahifa ochiladi. Men o'zim profilimda turibdi ekan, bundan chiqib qanday qilib kirishlikni ko'rsataman hozir. Xo'p, siz kirganingizda mana shunaqangi sahifa ochiladi. O'ng tomondagi yuqorisida kirish tugmasi bor. Mana shunga kirish tugmasini bosamiz. Xo'p, kirish tugmasini bosganimizdan keyin bizda mana shunday oyna ochiladi. One ID bilan kirish bor. Mana shu One ID bilan kiramiz. Agar siz One ID ochmagan bo'lsangiz, o'zingiz ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Hozir mana avtomatik kirib ketib qoldi, boshdan chiqib ko'rsataman. Kirish. Hammani login parolim saqlangani uchun login parol termasam ham kirib ketib qolyapti. Siz mana shuni bosganingizdan keyin login parol so'raydi. Undan keyin tagida ro'yxatdan o'tish tugmasi bor. O'shandan qilasiz. O'shandan ro'yxatdan o'tasiz, pasportingizni kiritasiz, tug'ilgan saningizni kiritasiz va telefon raqamingizni kiritasiz. Telefon raqamingizni kiritib turganingizda o'zingizning nomingizga olingan sim karta bo'lishi kerak. Agar ota-onangizning nomiga olingan sim karta bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa odamning nomiga olingan sim karta bo'ladigan bo'lsa, ro'yxatdan o'ta olmaysiz. Shuning uchun yoki sim karta olishga voyaga yetmagan bo'lsangiz, ikkinchi variantingiz bor. Davlat, ya'ni yagona darchaga borib turib ham sudlanmaganlik ma'lumotini olsangiz bo'ladi. Agar siz kompyuter yoki texnologiyani yaxshi tushunmaydigan bo'lsangiz, mana bu saytdan qanday qilib olish yoki kartadan pul to'lash, bu narsalarni eplolmasangiz, tinchgina o'sha turib yagona darchaga borib turib olsangiz bo'ladi. Hozir men elektronniy qanday qilib olish kerakligini ko'rsataman. Hammani kirdi. Ro'yxatdan o'tish. Mana shu yerda ro'yxatdan o'tish tugmasi bor. Bunga bosasiz. Mana bu yerda foydalanish shartlarini o'qib chiqdim desa, rozilik bildirasiz. Bu yerga keyin JSHR, ya'ni pasportingiz orqa tomonida 14 ta raqamdan iborat bo'lgan raqam bor. Ana shuni yozasiz hammasini. Keyin bu yerga serial raqamlarni yozasiz. Ikkita harf o'sha 7 ta son. Mana bu yerga telefon raqamingizni kiritasiz. Telefon raqami ham o'zingizning nomingizda bo'lishi kerak. Agar boshqa odamnikida bo'ladigan bo'lsa, bu ro'yxatdan o'tmaydi. Xo'p. Men oldin ro'yxatdan o'tganman, shuning uchun to'g'ri kiraman. Kirganingizdan keyin mana bu yerda qidiruv tugmasi bor. Mana shu yerga sudlanmaganlik haqida deb yozasiz. Mana birinchisida turadi. Xo'p, buni xizmat narxi 11.120 so'm, 124.000 so'm bo'lar ekan. Xo'p. Tayyor bo'lish muddatini 2 kun ko'rsatibdi, lekin odatda juda tez tayyor bo'ladi. Agar siz shanba kuni qiladigan bo'lsangiz, balki 2 kun vaqt oladi, lekin boshqa kunlarda qiladigan bo'lsangiz, odatda 10-15 daqiqada chiqadi. Xizmatdan foydalanish. Xo'p, ma'lumotnoma kimga olinyapti? O'zimga olinyapti deb belgilaysiz. Undan keyingisiga o'tamiz. Va avval familiyangiz o'zgarganmi? Agar ha bo'ladigan bo'lsa, hani bosasiz, eski familiyangizni kiritasiz. Yo'q bo'lsa, yo'qligicha qoladi va doimiy yashash hududingizni belgilaysiz. Undan keyin telefon raqamingiz kiritilgan bo'ladi o'zi. Keyingisiga o'tasiz va oxirgi bosqich pastga tushasizda yuborish tugmasini bosasiz. Tepaga chiqasiz. Mana invoice yaratildi. Va siz endi karta raqamingizni kiritib, to'lov usuli, ya'ni PayMe dan to'lasangiz bo'lar ekan. Va mana shu yerda o'zida PayMe ga o'tib ketadi. Yoki mana bu yerda invoice raqam bor, shuni kopirovat qilib olasizda, klikkami yoki PayMe ga kirib turib, yagona davlat xizmatlari deb yozsangiz, o'zi chiqaradi. O'sha yerda invoice kiritasiz va mana bu summa sizga chiqadi. Shuni to'laysiz keyin. Xo'p, pul to'langandan keyin sudlanmaganlik haqida guvohnomani qanday qilib yuklab olaman degan savol bo'lishi tabiiy. Mana shu yerda saytga yana kirganingizdan keyin mana bu yerda arizalar bo'limi bor. Mana shu arizalar bo'limiga kirasiz, pastroqqa tushsangiz, mana men ikkita sudlanmaganlik haqida ma'lumotnomani to'ldirganman, lekin hali to'lovni amalga oshirganim yo'q. To'lov jarayonida turibdi, lekin avval to'lov qilganimni ko'rsataman. Sudlanmaganlik haqida ma'lumotnoma olish. Mana bu yerda pul to'langan, tayyorlangan deb turibdi. Xo'p, pastroqqa tushsak, mana sudlanmaganlik to'g'risida ma'lumotnoma ko'rishni bosamiz. Mana o'zi avtomatik yuklab oladi yoki yuklab olishda bossak ham bo'ladi. Bunda ham yuklab oladi. Kelsak, mana hujjat yuklab olingan.
Mana shunday qilib hujjatlaringizni endi Telegramdan bizga yoki tarjimonga tashlab turib hujjatlaringizni tarjima qilsangiz bo'ladi. Agar siz Qosimiy universitetiga hujjat topshirib turgan bo'lsangiz, sizga tabel baholar kerak bo'ladi. Tabel bahoni siz o'zingiz mustaqil ravishda hech qayerdan ola olmaysiz. Sizga maktabingiz berish kerak bo'ladi. Maktabingizda ham o'zingiz kuratoringiz yoki zamdekanizmi olish huquqiga ega. Mana bu videoda YouTube'da sizga link qoldiraman. Mana emaktab.uzda elektron tabelni oson va tez chop qilish siri deb aytishibdi. 9 minut ekan video, lekin maktabdagi ishlayotgan o'qituvchilar buni haqida to'liq bilishadi. O'zlari qanday olishadi, qanday qilib chop qilsa bo'ladi. Ularni o'zlariga aytsangiz, sizga mana shu elektron tabelni olib berishadi. Lekin agar bilmayman deysiz, mana shu videoni ko'rsatsangiz bo'ladi. O'zingiz ham ko'rib olsangiz bo'ladi, foydali bo'ladi. 086 formani qanday qilib olsa bo'ladi? Buni hozir telefonda o'rgatib ketaman. Mana bu yerda eng pastda oq va yashil, ko'k rasmlar bor, aralashgan. Ya'ni Demet programmasi bor. Mana shunda siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 086 formani elektronniy olish uchun, ya'ni ro'yxatdan o'tib qo'yish uchun. Bunga kirasiz. Buni Play Marketdan yoki App Storedan topib olsangiz bo'ladi. Kirganingizdan keyin mana bu yerda J-Share'dan ro'yxatdan o'tish bor yoki pasport bilan o'tish bor. Bizga pasport bilan o'tish qulayroq. Xo'p, pasport ma'lumotlaringizni kiritasiz. Bundan keyin tug'ilgan sanangizni kiritasiz. Bundan keyin kirish. Xo'p. Keyin yuzingizni ko'rsatasizda tasdiqlab olasiz. Mana xo'p, keyin sal pastroqqa tushamizda bu yerda shifokor qabuliga yozilish degani bor. Shunga kirasiz. Undan keyin o'zingizni shifokoringiz chiqadi mana shu yerda. Bu avtomatik bo'ladi. O'zi sizni shifokoringiz chiqadi. Mana shuni ustiga shularning ustiga bosasiz va bu yerda yozilish tugmasini bosasiz. Undan keyin chesloni o'ziga qulay bo'lgan vaqti bilan tanlab olasiz. Misol uchun 12:30 yoki 1:30 ni tanlaysizda yozilish qilasiz. Mana qabulga yozildi. Endi nima qilasiz desa, mana shu kuni shu vaqtda yetib borasiz. Undan keyin 086 forma uchun siz doktorlardan o'tasiz. O'tganingizdan keyin sizga o'zi elektronniy taqdim etadi. Ya'ni 086 formani, tibbiy ma'lumotnomani. Keyin qayerdan yuklab olaman desangiz, mana bu yerda pastda mening hujjatlarim degan joy bor. Mana shu yerga kirasizda, shuni yuklab olasiz yoki ulashish qilasizda, o'ziga bizga ulashsangiz ham bo'ladi. Saudiya universitetlariga yoki Qosimiy universitetlariga kerak bo'lgan hujjatlar haqida batafsil tushuntirib berdim. Agar sizda qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa yoki tushunmay qolgan joyingiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada o'zingiz savolingizni yozib qoldiring, kirib turib javoblar beramiz yoki hujjatlarga oid bo'lmagan, universitetlarga oid bo'lgan savollaringiz bo'ladigan bo'lsa ham savolingizni qoldirsangiz bo'ladi. Agar siz birorta universitetga yoki hujjat topshirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz yoki ma'lumot olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ekranda o'zimizning konsultantlarning raqamlarini va Telegram usernamelarini qoldiraman. Kirib turib o'zingiz ma'lumot olsangiz ham bo'ladi. Hammaga rahmat.